$99,900 evaziga 6 sotiqli patkiluch chiroyli xonadonimiz chiqib oldi. Kelgan manzilni aytaman, birinchi harakatga kelganmiz. Nazarbaydan o'tganingizda yangi tushgan most, katta ko'chadan 500 metr oraliq masofaga kirganingizda harakat legendarniy mahalla, suv, svet, gazdan bu muammo yo'q ekan, yaxshi xonadon. Ko'ryapsizlar, fasadi 15 bo'ladi, ichkariga 40 bo'ladi. Yuraylik, ichkarini ham qisqacha tushuntirib beraman. Bismillah. Xonadonga kirishimiz bilan ko'ryapsiz, bitta mashina qo'yishga joyiz bor. Juda ham chiroyli, kompaktli, o'zbekona xonadon sizga kulib boq turibdi. Hovlini ko'ryapsiz, juda ham kattagina holatda. O'zligi orqa hovli qilib bo'lib qo'yishgan, o'tda chorva yoki bu narsa qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi xonalarni tushuntiradigan bo'lsam, xonadonni tegi podval deb aytishdi, bu yerda kalovat ham qo'yib qo'yishibdi, juda ham chiroyli holatda turibdi. Bu yerga letniy oshxona qilish imkoniyatini ham beradi. Xonalarni ketma-ketligini tushuntiraman. Bu yerda bitta spalni, ichida sanuzuli, bu yerda bitta zalni ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda bitta oshxona, bu yoqda ham bitta spalni o'zini sanuzuli bilan birga, yonida zal, yonida bitta hojatxonani ko'rishingiz mumkin. 6 sotiq bo'ldi, harakat bo'ldi, legendarniy mahalla. Narxi $99,900 ga qo'yib yubordik. Raqamligisini qoldirib qo'yaman. Qo'ng'iroq qilib tezkor sotuv barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Harakatdan shunaqa kompaktli, chiroyli, yaxshi narxlarda uy so'raganlarga tashlab qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.